Apparatni iloji boricha tuman, purkab sachgan ma'qul, chunki gul banklariga ziyon keltirib qo'yishi mumkin. Bosim bilan sachilganda. Bemalol dehqon akalarimiz o'zlarini bog'lariga sepishsa bo'ladi. Yangi dorilarni o'zimiz birinchi o'rinda bog'imizga sachib, aniq foydasini bilib, nimaga ishlaydi, qancha miqdorda ishlaydi. O'zasini oshirib olsa mevaga yomon ta'siri, nojo'ya ta'siri bor ekan. Asosan O'zbekistondagi jamiki gullaydigan mevali daraxtlarga tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum dehqon va aptekar akalarimiz. Bugun Farg'ona viloyati Quva tumaniga yetib kelganmiz. Sizlarga xudo xolasa bugun yangilik qilish sifatida, ya'ni shunaqa katta bog'ingiz bor va gullagandan keyin qanaqa dori sepishni bilmayapsiz. Biz sizlarga eksperimentli video qilamiz. Ya'ni yangi dorini xudo xolasa sizlarga sepib, videoni davomida ko'radigan bo'lsangiz, uni sepib, to'lig'icha tushuntirib, ayniqsa dehqon akalarimizni eng qiynaydigan narsa changlatish. Changlatishga qanday dori sepish kerak va mevasini qanday hosildorligini, unumdorligini oshirish kerak. Ular haqida bugun siz bilan gaplashamiz. Kanalga mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoni dehqon do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Ish qurolimiz soz. Xudo xolasa dori sepadigan apparatlarimizni sozlab, sepishga tayyor qildik. Aptekar Sardor akamizni gilos bog'iga yetib kelganmiz. Bularni bog'larida eksperiment qilib ko'ramiz. Sardor aka, Assalomu alaykum hammaga. Hozirda akalarimiz tashrif buyurishgan gilos bog'imizga va yangi dori preparatni sizlarga tanishtirib boramiz. Bu preparatimizning nomi Speed Mix hisoblanadi. Vapco firmasi Iordaniyaning Vapco firmasida ishlab chiqariladi. Buni asosiy vazifasi changlatuvchi vazifasini bajarib beradi va hozirda sizlarga gilos bog'imizga sepish tartibi, qancha sepiladi, qaysi paytda sepiladi, necha kun oralig'ida sepiladi, hammasini sizlarga tushuntirib boramiz. Qanday mevalarga sepsa bo'ladi, ular haqida. Albatta, O'zbekistondagi jamiki gullaydigan mevali daraxtlarga sepsa bo'laveradi. Speed Mix. Buni rasxod normasiga keladigan bo'lsak, 10 litr suv uchun dehqoncha tushuntiramizda, bag'ana. Dehqon akalarimizga 10 litr suv uchun 5 milligramdan sepsa bo'laveradi qo'shilib. Bu mavsum davomida guli 20-30% ochilgandan to to'kilgunga qadar 2-3 martadan 4 martagacha sachsa bo'laveradi, 3 kun oralatib. Ayniqsa dozasini ko'paytirib olmasligini tavsiya qilamiz. Albatta. Chunki juda ham zarar. Shunaqa. Xo'p, bo'lmasa boshlayamizmi? Xudo xolasa. Boshlaymiz. Sardor aka. Xo'p, bagalashgan qopqog'ini oldik hozir. Bu 5 dehqonchasiga qilib olamiz. Albatta. 5 gram miqdorida hisoblab ko'ramiz buni. Baklashgan qopqog'ini. Yaqinroq ko'rsataverasiz. Mana aka, siz quying. Mana. Bismillah. 5 gram ketdi. Apparatimizning ichida 20 litr suv miqdori bor va unga ikkita baklashgan qopqog'ida dori quyamiz. 5 gram va mana 10 bo'ldi. 10 gram miqdorida dori quyildi. Chaqaveradi har doim. Albatta. Hozir apparatda qopqog'ini yopganimizda ham bir qator chaqab yuboramiz. Dehqonchasiga tushuntiryapmiz-da bag'ana. Apparatni yoping-da qopqog'ini. Hozir yetganicha, xudo xolasa sachamiz hozir. 5-6 tupimizga yetib qolishi mumkin. 20 litr suv. Gilos kattaligiga qarab. Mana. O'ng tarafdan sachaveradi. Aha. Hozir bu 2 xil gilos shekilli. Ha, 2 xil. Bu bahor gilosi, bu bundan ko'p bo'lyapti. Bu kechki gilos. Ajoyib. Jami nechta tut bor kechki gilosdan? Kechki gilosdan qariyb 100 tut bor, 100 tut. Bor. Sepishni boshladik. Xudo xolasa rezultatini ham xuddi shu yerda Sardor akamiz bilan pishganida boshqatdan olib, Xudo xohlasa, natijasi bilan obunachilarga ko'rsatib beramiz. Xudo xohlasa. O yetmagan joylariga nima bo'ladi? Sardor aka, tepalariga. Hozircha apparatchimiz dorini sepish jarayonida ketyapti. Sachishda ham o'ziga yarasha usullari bor. Apparatni iloji boricha tuman, purkab sachgan ma'qul, chunki gul banklariga ziyon keltirib qo'yishi mumkin. Bosim bilan sachilganda. Buni to'kyapti, e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Bu 1-2% gul to'kishini ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q bunisi. Ziyoni yo'q. Hozirda dehqon akalarimiz asosiy o'ylantirgan narsa shu. Ko'pchilik bog' qilyapti-da, bog'iga boshqa ko'chatlarni ham ulab ko'ryapti. Bu mevasi ko'p ushamayapti.
Bo'lmasa bu hozir akamiz sepishaversin, undan keyin o'chirgandan keyin, motorni o'chirgandan keyin yana bir suhbat quramiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni beramiz. Albatta. Dehqon akalarimizga. Albatta. Birinchi zapravkani sepib bo'ldik. Ya'ni 20 litrda o'zi 3 tami 4 ta daraxtga sepib bo'ldik. Endi ikkinchi zapravka qilgani ketishdi. Undan foydalanib tinchlik joyida biz xudo xolisa bu dorini dehqon akalarimizga tushuntirib beramiz. Albatta. Xudo xolisa Sardor aka. Bo'lmasa boshladik. Bu qanaqa hollarda ishlaydi, qanaqa hollarda ishlamaydi va qanaqa hollarga tavsiya beramiz asosan. Bu doriga to'xtaladigan bo'lsak, Speed Mix preparati Iordaniya davlatini Vapco firmasida ishlab chiqariladi aka. Vapcoda ishlab chiqariladi. Speed Mix preparatini asosan O'zbekistondagi jamiki gullaydigan mevali daraxtlarga tavsiya qilamiz. Buni sachish jarayoniga keladigan bo'lsak, sachish tartibiga, qancha sachiladi, qancha miqdorda sachiladi, qaysi paytda sachiladi, qanaqa paytlarda sachish mumkin emas, hammasiga to'xtalib ketamiz. Xo'p, Speed Mix preparatini hozirda gilos bog'imizga sachish jarayonida o'tdik. Speed Mix preparati xo'p, sachish rasxod normasiga keladigan bo'lsak, 10 litr suv miqdorida 5 gram, ya'ni 5 millilitr qo'shib sachiladi. O'shanda 1 tonna suvga yarim litr miqdorida ketadi. Buni idishi 1 litrli upakovkada bo'ladi. Bu 1 litri 2 tonna suvga bo'ladi. 2 tonna suvga bo'ladi. 2 tonna suvga bo'ladi. Buni mavsum davomida sachiladigan bo'lsa, bu gilosni misol qilib keltiradigan bo'lsak, gilos 20-30% gullagandan boshlab to to'kilgungacha 3-4 marta sachiladi. Va oraliq kuni 3-4 kun hisoblanadi. Ya'ni 3-4 kunda yana bir marta sepish kerak, 3 marta yoki 4 marta. Albatta. Bu faqat gullagan holatdami yoki g'o'ra paytida ham sepsa bo'ladimi? Buni tarkibi giberlin va aminokislotadan iboratligini hisobga oladigan bo'lsak, buni changlatish uchun ham sachsak bo'laveradi va changi gulini to'kkandan keyin mevani katta qilish uchun, rang berish uchun, jamiki mevaga yetishmaydigan vitaminlar o'rnida sachsak bo'laveradi. O'rnida satsak bo'laveradi. Endi buni dozasini ayniqsa men o'qidim, dozasini oshirib o'rmaslik kerak deyishyapti. Albatta. Dozasini oshirib o'rsa mevaga yomon ta'siri, nojo'ya ta'siri bor ekan. Buni mevaga rasxod normasini oshiradigan bo'lsak, gullarni to'kib yuborish ham mumkin. Endi bir xilgi holatda dehqon akalarimiz dozasini ko'proq qilsam, mevasini ko'proq olaman deydigan xayol ham bo'ladi-da. Albatta. O'zini upakovkasida orqasida sepish tartibi, sarfi, ekin turi bo'yicha yozib qo'ygan. Misol, gilosni misol qilib oladigan bo'lsak, 10 litr suv uchun 5 gram miqdorda yetadi. 10 litr suv uchun 5 gram miqdorda yetadi. 5 gram yetadi. Hop, mevam yaxshi solmayapti. Ya'ni olma bog'ingiz bor, gilos bog'ingiz bor, mevangiz yaxshi solmayotgan bo'lsa, yaxshi changlatilmayotgan bo'lsa, har yili sotishda qiynalayotgan bo'lsangiz, nimaga sotishda deyotganimda sababi, chunki mevani kattalashtirishda va rangini masalan oqroq bo'ladigan bo'lsa, ko'proq qizartirib berishda yordam beradi bu dori. Bemalol dehqon akalarimiz o'zlarini bog'lariga sepishsa bo'ladi. Tavsiya beramiz. 100% ishonchli dori. Albatta. Sardor akamizni ko'pincha Farg'ona viloyati Quvalik akalarimiz juda yaxshi tanishadi. O'zingiz tanishtirib oling, tanishtirmabmiz aka. Albatta, o'zimizga keladigan bo'lsak, o'zimiz Quva tumanida vet apteka ochamiz. Ko'proq Quvasoyli akalarimiz bizni juda yaxshi taniydi. Quvasoy zonasida bog'lar ko'pligiga nisbatan ko'pligi uchun Quvasoydagi dehqonlar akalarimiz bilan juda ko'p ishlaymiz. Nimaga bu imenda masalan bu boqqa yetib keldik? Ya'ni gilos boqqa yetib bu yerda sepib sizlarga ko'rsatib beryapmiz. Nimaga aynan Shuhrat aka? Chunki siz menga aytdingiz, men u dorini o'zim sinovdan o'tkazib, keyin odamlarga tavsiya beraman dedingiz. Albatta, o'zimiz birinchi o'rinda bog'imizga kelishimizning sababi, yangi dorilarni o'zimiz birinchi o'rinda bog'imizga sachib, aniq foydasini bilib, nimaga ishlaydi, qancha miqdorda ishlaydi, qanaqa nojo'ya ta'sirlari bor, jamiki shu narsalarni bilgan holda dehqon akalarimizga tavsiya qilamiz. Endi dehqon akalarimizdan birinchi o'rinda kelishadida, mana dorini tavsiya berishsa, o'zing ishlatib ko'rganmisan deb savol berishadi, to'g'rimi Sardor aka? Birinchi navbatda shu narsani savol berishadi. Endi siz bemalol qo'rqmasdan, ha, ishlatib ko'rganman, mana doriga mana deb tavsiya beraverasiz, bemalol, to'g'rimi? Shuna qilamiz. Bu ham ishonchli sinovdan o'tgan. Bemalol dehqon va aptekar akalarimiz olib ishlatsalaring bo'ladi. Bo'lmasa agar bu dori kerak bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinroqdan ko'rsatamiz. Ushbu doridan kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Bemalol telefon qilib olishlaring mumkin va Optimga oladigan akalarimiz bo'lsa ham, bemalol aptekar akalarimiz bo'lsa ham, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa
yaxshi narxlarda qilib berishadi. Inshaalloh. Bo'lmasa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sardor aka, sizga ham o'tkazgan vaqtingizga rahmat. Yaxshi kunda ko'rishaylik sizlar Xudo bilan. xolasa. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Xo'p.